Ehm, SAT oldik. SAT 1500 1510 chiqdi. Keyin qaysi universitetlarga apply qilib ko'rgansiz? Qaysi universitetlarga qiziqqansiz? To'g'risi aytaman, men shu polniy IELTSdan boshlab, вообще ingliz tilidan boshlab hamma narsaga kech qolganman-da. Chunki hamma narsani kech boshlaganman. Eh, Hech qayerga ulgurmaganman. И eh, ko'p universitetlarga men 1410 bilan topshirganman. O'sha paytda a, oh, 700 ingliz tili, 710 matematika edi. eh, A, Men kutganimdan ancha past chiqqan o'shanda. Chunki practicelarda 1500 chiqayotgandi. mm, mm, Va o'shanda dekabr edi. То есть уже finalniy ball bo'lishi kerak edi. O'shanda mm, men kutgandan ancha past chiqqan, lekin shu bilan topshirganman uni har xil eh, universitetlarga. to'g'ri. Juda ham ko'p universitet topshirmaganman, 5 ta 6 ta topshirganman joyga. Mm, O'sha paytda menimcha ozgina haliginaqa ozgina disappointment bo'lgan, chunki mm, ancha past chiqqaniga eh, ballim. eh, O'sha paytda keyin universitetlarni ishlashni boshlaganman. Google'dan mm, masalan o'tirib olib, Google endi o'sha paytda mm. Google search edida. Bori shu. Google Haligi hech qanaqa Google resurslar search o'ta kam. shunaqa Google searchdan o'tirib olib istardim universitetlarni. Endi iloji, chunki o'sha paytda am, portfolio kuchli bo'lmaganda, chunki masalan major tanladim computer science, lekin men hamma narsaga kech qolganim uchun faqat Mm, IELTS SATga mm, tayyorlanganman mm, xolosda. То есть mm, boshqa menda achievement bo'lmagan. mm, Shuning uchun top universitetlarga kuchli aplikatsiya, kuchli profil mm, bo'lmagan o'sha paytda. eh, Shuning uchun bilmadim nimaga topshirgim ham kelmagan kuchli universitetlarga. А, iloji boricha хотя бы full tuition scholarship bor universitetlarga mm. topshirganman. O'shanda nima bo'lgan? Bir 15-chi Google search qilyapman, endi bir 15-chi pejida chiqqanda Oh, men o'qigan universitet Presidential Scholarship bor ekanda. Men ah, Illinois Western University'da o'qiganman. Liberal mm, Arts universitet Illinoisda. Kichkina universitet, lekin juda ham yaxshi. Chunki o'quvchilari masalan bitta sinfda 15 ta 20 kishi o'qiydi odatda. mm, Professorlaringiz bilan juda ham yaqin a, bo'lib ishlasangiz, o'rgansangiz ah, bo'ladi-da. Juda ham katta universitet, mana hali o'zingiz mm, Arizonada mm. o'qigansiz. Katta universitet, Bizda universitet katta. Bizda Graduate 100 ta Assembly 200 ta deyapsiz. o'tiradi. Bizda 100 ta 200 ta o'tiradi guruh xonalarda boshlanishida. Oxiriga borib to'kilib qoladi-yu. To'rtinchi kursga borib 50 ta, 60 ta, 30 ta qoladi-yu. Lekin birinchi, ikkinchi Mhm. kurslarda 100 ta 200 ta o'tirardik. Shunaqa. Keyin endi universitetga topshirganman. Keyin endi уже yana bir marta SAT topshirish уже vaqt o'tib ketgan. Martda Hmm. topshirmoqchi bo'lganman, 2020-yil mart. Hmm. O'zim uchun deganman. Qayerga o'qishga kirmasam ham o'zimga o'zim dokazat qilishim kerak. Hmm. Toshda dekabrda o'xshamay qoldi degandi. Ha, ha. Keyin ana shunaqa qilib martda topshirganman. Martda unda ham bir 2 haftam tayyorlanganman. Chunki o'sha paytda Toshkentda ishlardim o'qituvchi bo'lib. Hmm. Toshkentda yashardim. Hmm. Martda topshirganman. Birga topshirdik shekilli. Yo, yo Ya, so'yintirdik. Uyg'urdik o'sha. menimcha biz ozgina ertaroq topshirganmiz. Da, dekabrda topshirdikmi? Toshkentda esimda. Shunaqa bo'lishi kerak, bizniki dekabrda edi. Bizniki martda chiqib bo'lgan Keyin bo'lgan. Martda chiqib bo'lgan. Hal edi bizda martda. da keyin yana qizig'i martda уже meniki ham ekzaminimdan 2 hafta oldin menda ham уже scholarshipim tayyor edida. Ha, ha. SATga Tayyor. shunaqa motivatsiya qolmagan, Hamma lekin narsa o'zim haliga uchun o'xshab qoldi. dokazat qilishim kerak edi. Hmm. Shunaqa holat bo'lgan. 2 hafta zo'rg'a tayyorlanganman. Tayyorlanmasdan tayyorlanib, keyin ekzamenga kirganda yaxshi yecholmadim deb o'ylaganman birinchida. Hmm. A, Keyin Covid bo'lgan. Ha. Keyin SAT score 2 oydan keyin chiqqan, mayda chiqqan. O, u ham umuman ishlatilmagan shekilli, o'sha tezkor. Вообще ishlatolmaganman. Endi Hmm. o'ylaganman, может yana bir yil gap bera olaymikin deb.
Chunki Hmm. hamma narsani kech boshlaganimga, может, chunki 1510 bilan ayniqsa o'sha paytda yaxshi universitetga точно Hmm. kirsa bo'lardi. Ha. Ha, to'g'ri. Da, lekin kech qolardim, уже zerikkandim to'g'risini aytaman. Hmm. A, ayniqsa Covid vaqtida uyda siz ko'p vaqt Ha. kompyuterda o'tirasiz, hamma narsa telefondan gaplashasiz, Zoom. Hmm. Shunga aytganman, ha mayli bo'lmasam full tuition scholarshipim bor. Ha. Hozircha yetadi. O'sha paytda sal haliginaqa naivniyroq bo'lgan ekanman. Masalan, o'ylardimda, men hozir a, bu yerdan scholarshipim bor, boshqa joyga Hmm. topshirsam anaqa bo'ladi, может, biladimi, bilmaydimi, shunaqa Hmm. o'ylaganmanda, endi bilmaganman oxirigacha, lekin to'g'risi aytaman, agar hozirgi bilim bilan o'shanda bo'lganimda yana bir yil gap year olgan bo'lardim. Ha. Chunki hech qanday katta farq qilmaydida o'sha Hmm. paytdagi ham scholarshipimni olib qolib, Hmm. haliginaka Hmm. last resort qilib, emergency Hmm. variant qilib boshqa joyga topshirib chiqsam bo'lardi. Lekin Hmm. o'sha paytda endi judayam menimcha excited bo'lganman Ha. Amerikaga kelishga. Ha. Full scholarship degan. Qay full Shunga scholarship shunga beradi shunga boshqa? berilib ketib qolganman. Ha. Ha, shunaqa. O'sha audiensdan savol ham so'rashganda, adashmasam gap yer olsa bo'ladimi yoki gap yer olishda nasangiz qanaqa fikrlaringiz shu? Agar rizaltlaringiz, skorlaringizni balandroq qilib oladigan bo'lsangiz, o'sha 1 yil, даже 2 yil gap yer olishga arziydi deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Haligi agar US ga topshirayotgan bo'lsangiz. Lekin faqat u haliginaqa masalan test natijasidan emas, balki Ekstra. o'zingizni tanlayotgan направлениеңiz, то есть majoringizga taalluqli ishlar ham qilishingiz kerak. То Hmm. есть siz profil qilishingiz kerakda. Masalan, biz O'zbekistonga o'xshab bular, bola zo'r test olibdi, Hmm. 1550 olibdi deb turib sizni qabul Va qilmaydi kuchli hmm. universitetlar. Ular Hmm. sizni xarakteringizni, sizni potensialingizni ko'rishga harakat qiladida. Masalan, Hmm. ho'p, bu bola 1400 olibdi, lekin buni essaylarida, buni extracurricular activitieslarida qanaqadir точный yo'l bilan yaptida. Bu bola nima xohlashini Hmm. biladi. Masalan, computer science Hmm. bo'lsa, o'sha har xil proyektlar qilgan, Qilgan, rostdan ham qiziqishi bor. klublar organize Bular qilgan. shunaqa direction istaydida sizni Hmm. fayllaringizdan top universitetlar. Shuning uchun agar top universitetga kirmoqchi bo'lsangiz, judayam splanirованный qilishingiz kerakda. Bu Hmm. yoqda buni qilib, bu yoqda buni qilib, Hmm. masalan, haliginaqa trophy hunting deydi-yu, unaqa narsa Hmm. ishlamaydi-da. Masalan, Hmm. O'zbekistonda 15 ta extracurricular activity list qilib, unaqa narsa yordam Hmm. bermaydi-da. Iloji boricha siz direction kerakda sizga. Bu faqat Authentic kollejga topshirish direction. uchun emasda, o'zingiz uchun ham yaxshida. Chunki qachon Hmm. siz o'zingiz bilsangiz, nima xohlashingizni o'qishingiz ham oson bo'ladi, hamma narsa osonroq bo'ladi. Chunki har xil narsalarga chalg'ishish shart emasda. Может, Hmm. doktor bo'larman, может, bunaqa ITchi, bo'larman. hamma ITchi bo'lyapti. Davay ITchi bo'lamiz. Shunaqa. Masalan, men ham endi o'sha paytda endi men nimaga ITga endi computer science tanlaganman, chunki kompyuterni kichkinaligimdan beri kompyuterlarga qiziqqanman. O'zim kompyuterlarni terib, Ha. akam bilan shunaqa qilib yurganman, bilganman. Endi masalan, coding partini bilmaganman Hmm. yaxshi. Lekin shuni deb Lekin o'ylab kompyuter. qilganman. Lekin masalan, o'qishni boshlaganingizda ko'rasiz, masalan, boshqa narsalarga qiziqishingiz mumkin. Masalan, men ko'proq просто kompyuter oldida o'tirgandan ko'ra men customerlar bilan ishlash yoqadi. Hmm. То есть, menimcha menga ideal ish bu haligi customerlar bilan ishlaydigan Hmm. technical staff yoki Hmm. software engineer shunaqa bo'lsa Hmm. kerak deb o'ylayman. Chunki men Ha. просто kompyuter orqasida o'tirgandan ko'ra undan Odamlar klientlar bilan bilan gaplashgan ishlab, yaxshi. да, Hmm. ularni haliginaqa problemalarini yechadigan pozitsiya men ko'proq tushadi deb o'ylaymanda. Ha. Ha. Masalan, shu forward deployed engineer deydi-ku, shunga Hmm. o'xshash. O'shanga Hmm. sizlar haliginaqa harakat qilinglar. A, o'zinglarni shu направлениеlarni topishgada. Hmm. Har doim open minded bo'lish kerak. Hmm. Open minded bo'lsangiz, chunki o'rganasizda. Siz oldin ko'rmagan narsalarni ko'rasiz. Masalan, Amerikaga kelgandan keyin yoki Amerikaga kelishingizdan oldin hamda. Da. うん。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 Har xil masalan, a, o'zinglarni shu направлениеlarni topishgada. Har doim open minded bo'lish kerak. Open minded bo'lsangiz, chunki o'rganasizda. Siz oldin ko'rmagan narsalarni ko'rasiz. Masalan, Amerikaga kelishingizdan oldin hamda. Aytaylik,
направлениeni ko'rasiz. Masalan, doktor bo'ladimi, injenermi, Hmm. a, Yoqadimi, bankirmi? yoqmaydimi? Ha, Haligi shunaqa. Masalan, qiziqmi, qiziqmasmi? to'g'ri. Masalan, uydagilarni gapi, boshqalarni gapi, ularni ham Hmm. eshiting. Iloji Qo'shnini yordam bo'ladi. o'g'limi? Lekin baribir o'zingiz iloji boricha tanlashga harakat qilishingiz kerak. Chunki ko'p kishini bilaman, bolalar keladi, masalan, har xil majorlarda o'qiydi, lekin вообще qiziqishi yo'qda. Hmm. Ha, Qiziqish shunaqa. bo'lmasa, undan yaxshi rezultat bo'lmaydi-da. Sal Hmm. bo'lsa ham qiziqish bo'lishi kerak. Qiziqish bo'lmasa, u boshqa Hmm. taraflama qiziqish. Masalan, pulga qiziqish bo'lishi kerak. Ha, biznes Motivatsiya bo'lishi kerak. qiladi. Shunaqa. То есть nimadir tarafdan sizlar o'zingizlarga purpose topishga harakat qilishinglar kerakda. Har doim Hmm. osonroq bo'ladi. O'qishga topshirishinglarda hamda. Masalan, ko'rasizlar-yu, juda ham talantli bolalar, a, hamma narsa ham ekzamenlari zo'r bo'ladi, ham qanaqadir direction bo'ladi ko'p kishida. Hmm. O'sha Shunaqa. taraflardan ham yordam beradida. Bir ikkita o'sha MIT applikantlarni YouTube'dan chiqib qoladi. Ularni qanaqadir portfolio veb-sayt qiladi. Har xil projektlarning ustida ishlaganligi, klublar organize qilganligi, bittasi raketa yaratgan ekan. Raketani yaratib, governmentdan qanaqadir fond olib uchiryapti raketani. U allaqachon universitetiga kirishdan oldin u narsa. Mana shunaqa narsa qildi deb ko'rsatyapti. Uni ko'rgandan keyin electrical engineering yoki qanaqadir o'sha rocket science majorlarga kira oladida, haligi kirish ehtimoligi oshadi. Ko'rgan applicant review qiladigan odamlar shu narsani yaxshi ko'rar ekan, shu narsaga qiziqar ekan, authentic ko'rinyapti, davay qabul qilamiz deydi deb o'ylayman men ham. Keyin o'ta ko'p authentic bo'lish ancha yaxshi rol ham o'ynaydi deb o'ylayman. Haligi bir narsa xohlaysizmi, chin dildan qilishingiz in general. Endi